Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, hurmatli aka-ukalar, barchalarga kirib kelgan hayit ayyomi, Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Biz Andijon viloyati Oltinko'l tumani markazida akamizdan shunaqa sotiladigan bugungi kunda sigirlari bor ekan. Shu sigirlarni biz e'tiboringizga havola qilay degan maqsadda Oltinko'l tuman markazi desak bo'laveradi bu yerda. Mana shu ko'rib turgan sigirlaringizda 17 bosh, shularning ichidan 3 donasi bugungi kunda sotiladi aka-ukalar. Faqat 3 tasi sotilar ekan. Kelib ko'rasiz, qaysi birini ma'qul keladigan bo'lsa, xudo xolasa shular ichidan 3 tasi sotiladi aka-ukalar. 3 tasini xudo xolasa xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Yoqtirib, yoqtirganingiz sotilaveradi xullas bu yerda. 3 donasi sotiladi. Kelib ko'ringlar, xudo xolasa albatta yoqadigan sigirlar. Birorta bir ozg'ina, kichkinasi bir xunuk yo'q ekan. Hammasi chiroyli, sifatli sigirlar ekan. Kelib ko'rib, albatta ustida savdo qilishida tarafdoriman. Faqat sutga ishlaydigan degan aka-ukalarimiz uchun naslli, sutdor sigirlarning eng oldi elitni varianti deymiz, shunaqalaridan bugun sizlarga e'tiboringizga taqdim etaman. Mana shu buqa sigirlar ichida yurgan. Xudo xolasa bo'g'ozlik ehtimoli yuqori. Ayrimlarniki aniq ekan 2-3 oydan. Sementalda ham ko'ringlar, kichkina sigirlar kichkina emas, buqa ham kichkina emas mana. Mana shu oq sigirlar nihoyatda yo'g'on ekan, chiroyli ekan. Narx-navolarni ham atrofiga bitta solishtirib qo'yaverasizlar-da, kommentariyaga albatta yozib ketinglar. Arzon aytilyaptimi, qimmat aytilyaptimi. Xo'p, bu yerda hozir egasi ketib qoldi, to'liq ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha olib qoldim. 3 oylik bo'g'oz dedi. Mana shunisini aytdi. Juda ko'p bo'g'oz dedi xullas. 3 oy, 4 oy atrofida bo'g'ozlari bor ekan, mollarni o'zingizlar kelib tekshirib olaverasizlar. Hozir ham sut berib turibdi bular. Mana. Sog'lik, salomatchiligi, yedi ishda hamma tomonlama deyapti, kafolat berilaveradi sigirlar holatiga. Mana. Ko'ringlar. Xullas, mana shu sigirlarimizni sotishimiz kerak aka-ukalar. Sigir boqadigan, chorvachilik bilan sigir yo'nalishida shug'ullanib yuradigan, sutga ishlaydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, shu videoda albatta ularga yuborib qo'ying, ular ham bexabar qolmasin. Sababi narx-navolari atrofdan ancha arzon qilib beraman deyapti. O'zingizlar ham hozir guvoh bo'lasizlar, qaranglar. Bu yerda umuman biror dona kichkina sigir yo'q. Hammasi katta sigirlar mana. Kichkina sigirni o'zi yo'q bu yerda. 17 boshli fermada yuribmiz. Holatlari, xudo xolasa, juda chiroyli. Mana shunisini ham ko'rib baho beringlar-da. Narx-navolarni aytayapti, 40 million so'mdan 55 million so'mgacha sigir bor bu yerda deyapti. 40 milliondan 55 million so'mgacha sigirlarimiz bor ekan. Tanlashiga qarab turib, sigirlarning holatidan kelib chiqib, narx-navosini kelishaverasizlar. Eng arzoni 40 million so'm, balandi 55 million so'm. 40 milliondan 55 million so'mgacha shunaqa sifatli sigirlar bor. Telefon raqamlarini qoldirib qo'yaman, qisqa lo'nda mazmunli video qilib beraman degan umiddaman aka-ukalar. Shunaqa niyatimiz shu. 2-3 daqiqalik bo'lyapti. Unaqa uzoq cho'zishga hojat yo'q. Shu yerda yana ham manzillarni yaxshi tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Andijon viloyati Oltinko'l tuman markazida tuman kadastr bo'limini orqasidagi mahallada desak bo'laveradi. Mana. Telefon raqamlariga aloqa chiqsanglar, o'zlari egalari to'liq ma'lumotlarni beradi. Uzoq yaqindan keladigan aka-ukalarimizga yana ham batafsil ma'lumot beriladi. Xullas, ishida aniq bitadi. O'ylanmasdan telefon qilaverasizlar. Biz qo'ldan kelgancha sizlarga mana yoritib berdik. Videolarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, bir donadan like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, xudo xolasa hammamizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Qo'ldan kelgancha video syomka qilib beryapman aka-ukalar. Instagram va YouTube sahifalarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun maxsus chorva time xizmatinglarda deydi-yu. Shunaqa. Aka-ukalar, qo'ldan kelgancha video qildik. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videolarda yana sizlar uchun shunaqa foydali, manfaatli joylardan video syomka qilishda davom etaman.